Assalomu alaykum aziz takipchilarim. Avvalambor xush keldilaring. Hammalaringga assalomu alaykum. Tuzingmisizlar, yaxshimisizlar? Hozirgi ko'radigan kartamizning nomi ikkita variant qilaman. Birinchi variantimizning nomi ikkita variant qilamiz. Mana birinchi variantimizning nomi U nega sizni aldadi? Kartalar haqiqatni gapiradi. Birinchi variantimizning nomi U nega sizni aldadi? Kartalar haqiqatni gapiradi. O'sha sevgan odamlaringni ko'zlaringni oldiga keltiringlar, ismini aytinglar. Ikkinchi variantimiz xiyonat qilgan inson hozir pushaymonmi? Ikkinchi variantimiz xiyonat qilgan inson hozirda pushaymonmi? Bu ikkinchi variantimiz. Bu birinchi variantimiz. U nega sizni aldadi? Kartalar haqiqatni gapiradi. Nimaga sizni aldadi? Kartalar ochganimizda haqiqat kelib chiqadi degan ma'noni bildiradi. Qani boshladik unda. To'qqizta karta oldik. Qani ko'raylik bir chekkadan. Haqiqatda sizni nihoyatda sevgan, orada o'zlaringni kelishmovchiliklaring bo'lib o'tgan. Sevgan, bu sevgi uzoqqa bormagan. Qandaydir yo'lda to'xtagan. Nima munosabatga bilmayman. Lekin o'sha misol uchun boshida 1-2 oy endi yaxshi hayot kechirgansizlar, undan keyin hamma g'avg'olar, to'palanglar, aytishmovchiliklar boshlangan. Bitta gap kam, ikkita gap boshqacha, 1.5ta gap hech qayerda yo'q. Shunga o'xshagan narsalar. Mana endi yana bitta nimamiz. Постоянно siz oldingizdan ketgisi keladi, siz yoningizda turgisi kelmaydi, siz hech qanaqa gapingiz ham yoqmaydi. Endi hozir buni sababini ham ko'ramiz. Mana o'zini juda ham yaxshi ko'radi. O'zini yaxshi ko'rib hamki o'zini juda ham yuqorida ko'radi. Mansiragan biroz. Bu endi siz постоянно oilam deysiz, uyimga bo'lsin deysiz, uyingizga tortishasiz. Xullas bitta narsam ikkita bo'lsin deb harakat qilasiz. Lekin bu inson siz bundan baland bo'lishingizni xohlamaydi. Siz bundan aqlli bo'lishingizni xohlamaydi. Doim buni fikri bilan ish qilishingiz kerak. Qanday buni fikri bilan ish qilishingiz kerak? Buni aytgan, degan bo'lish kerak. Xato so'ylasa ham, gapirsa ham to'ppa-to'g'ri aytdingiz deyishingiz kerak. Chunki ko'pincha xato gapiradi. Lekin o'rtada yana qanaqadir kattaroq yoshda ayol bor, ko'proq shu ayolning gapiga kirib qoladi. Mana o'zini bir fikri yo'q. O'zi bir fikr yuritmaydi. Fikr yuritib hamki qanday dushmani misol uchun qanday desam, do'st bo'lib siz aql fikr bersangiz, sizni yomon ko'radi. Sen mendan aqllimisan degan sabab bilan siz bilan постоянно urushaveradi. Siz to'g'ri yo'lni ko'rsatgan sari siz xunuk ko'rinaverasiz. Ko'proq o'zini aytganini qiladi. Tayyorga ayyor deydi-ku, o'shanga o'xshagan narsa. Davom etamiz. Hozircha birinchi variantni ko'ryapsiz. 7 ta olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atrofdagi gap so'zlar kelayotgan har xil turli qo'liga jicha pul tushib qolsa, o'zini bosar tusarini bilmay qoladi. Qanday desamkin, o'zini ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Aytdim-ku, hali gapirdim, mansirashni yaxshi ko'radi. Lekin u pul birpasda tugab qolishini bilmaydiki, shu kelsa kelmasa sarflab yuboradi. Keyin
oilani ham unchalik haligi uni maqsadi faqat o'zini yaxshi ko'rish. O'zini hamisha yaxshi ko'rishsa, o'zini hamisha maqtasa, endi haligi o'shaqani yaxshi ko'radi. Boshida endi sizdan foydalanish uchun sizga yaqinlashgan, sizni aql zakovatingiz o'zizga yetarli, lekin baribir bo'ysuntirib olaman deb o'ylaganda, lekin o'sha narsa amalga oshmaganligi uchun orada haligi pastdan urush janjal bo'lib o'tgan. Bo'lib o'tib hamki o'sha narsa hozirda uzoqlashib ketgansizlar. Mana o'shanda ham yo'q, sen aybdorsan deb hamma aybni sizga to'nkagan. Aslida aybdor o'zi, lekin siz aybdor bo'lib qoldingiz. O'yin o'ynaganda siz bilan ko'ryapsizmi? O'yin o'ynagan. U nega seni aldadi? Kartalar haqiqatni gapiradi. Mana birinchi variantimizning javoblari. Kimga shu kartalar to'g'ri kelgan bo'lsa, albatta kommentariyada menga yozib qoldiringlar. Men javobini albatta yozaman. Endi ikkinchi variantimiz. Sizga xiyonat qilgan inson hozirda pushaymonmi? Sizga xiyonat qilgan inson hozirda pushaymonmi? Sizga xiyonat qilgan odam hozirda pushaymonmi? Hozircha o'zi bilan o'zi ovora. To'g'ri, hozirda o'ylaydi sizni. Siqiladi, mehnat qilyapti hozir. Diqqat bo'ladi, kasal bo'ladi. Nimaga men bunaqa qildim ekan? Tabiiyki pushaymon. Mana o'zini uyini o'zi buzgan. Pastayanni o'y hayolda diqqatchiliklari bor. O'tirsa hayolidasiz. Ammo ko'p shaylanadi. Borsammikin, bormasammikin deb. Lekin qanaqadir qog'oz ishlari bor, yo'llari to'siq. Qanday yo'llari to'siq? Qog'oz ishlari bo'lishi mumkin, aliment bo'lishi mumkin, kredit bo'lishi mumkin, yo katta miqdorda pul bo'lishi mumkin. Xullas qog'oz ishlari sudebniy zasedaniyani ko'rsatib qo'yyapti bitta. Uzoq yo'llar boraman deb ham o'ylaydi, uzoq yo'llarni. Lekin uzoq yo'lga hozir men ketadi deya olmayman, chunki mana Fortuna siz bilan nihoyatda baxtli hayot kechirgan ekan. Bu misol uchun barakasi ham, hamma narsasi siz bo'lgansiz. Sizdan ketgandan keyin, sizga xiyonat qilib ketgandan keyin hamma narsa parchalanib ketgan. O'sha narsani ko'rsatyapti. Xoh ayol bo'ling, xoh erkak bo'ling, o'sha mana kim niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatiga tushyapti. Ikkinchi variantimizdagi xiyonat qilgan inson hozirda pushaymonmi degan variantimizda bo'lsin ayol, bo'lsin erkak, lekin kimgadir taalluqli bo'lib tushyapti shu narsalar. Kimga tushayotgan bo'lsa, o'shalar menga обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Hamma barakasi ketgan, omadi ketgan, o'ziga o'zi qilgan. Mana siz yonida turibsiz, omadi ham siz bo'lgansiz, barakati ham siz bo'lgansiz. Har tomonlama sizdan nihoyatda yaxshi energiya olgan. Sizdan ketgandan keyin butun atrofini yomon energiya to'plab olgan. Afsusda, judayam afsusda. Mana har taraflama yo'llari to'siq, pastayani janjal to'palanga aralashib yuribdi oxirgi paytlarda. Mana. Bitta ham janjal to'palang, o'zini qilgan aybidan mana oilasini buzilib ketganligi. Aziz taklifchilarim, aziz obunachilarim, kim qanaqadir savol bo'lsa, savol yozib qoldiringlar, albatta javob berishga harakat qilaman. Kimga bu karta to'g'ri kelgan bo'lsa,
albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. To'g'ri kelgan, kelmaganligini. Keyin albatta savol javoblarimizni ham boshlayapmiz. Savollaringni qoldiringlar. Men savollaringga kuchim yetgancha qadar javob berishga harakat qilaman. Hozir yana bir ikkita temada karta ko'raman. O'sha temalarni ham qo'yib chiqaman. Avvalambor sizlarga rahmat. Aziz takipchilarim, obunachilarim, sizlarni kommentariyalaringni kutib qolaman men. Albatta bitta like. Rahmat.